O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may G'alaba kuni munosabati bilan Moskva shahriga tashrif buyurdi. Ushbu tashrif nafaqat siyosiy jihatdan, balki xalqaro maydondagi muhim voqealardan biri sifatida ham katta e'tibor qozondi. Prezidentni rasmiy kutib olish marosimidan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarga, strategik sheriklik va kelajakdagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Ma'lum qilinishicha, suhbat davomida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, transport tizimlari, energetika, sanoat va boshqa bir qator muhim yo'nalishlarda hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. 9-may sanasi tarixda alohida o'rin egallaydi. Bu kun Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alaba va millionlab insonlarning jasorati, xotirasi bilan bog'liq sana hisoblanadi. Shu sababli Moskvada har yili yirik tadbirlar, harbiy paradlar va xotira marosimlari o'tkaziladi. Bu yilgi tadbirlarda dunyoning turli davlatlaridan delegatsiyalar ham ishtirok etadi. O'zbekiston prezidentining ushbu tadbirda qatnashishi esa ikki davlat o'rtasidagi yaqin hamkorlikni yana bir muhim belgisi sifatida baholanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ushbu uchrashuv keng muhokama qilinmoqda. Ayrim foydalanuvchilar bu tashrifni mintaqadagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi deb hisoblamoqda. Shuningdek, ekspertlar fikricha, bunday uchrashuvlar Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Ayniqsa iqtisodiyot, transport va xavfsizlik sohalaridagi kelishuvlar kelajak uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Sizningcha Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin uchrashuvi O'zbekiston uchun qanday foyda keltiradi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.